Ko'radigan peshvoz o'tmaydigan mashina yo'q bo'lsa xotirjam shoshilmay sekin o'tar ekan. Kamera yo'q, ili mashinalar signal cholmaydi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar kutib turadi. Odamlarda ishtiraf degan narsa umuman o'ylamaysizlar ekan. Ha, ko'rasizlar? Xotirjam o'tib ketadi. Hech qanaqa mashinani olganda ham kamera yo'q hattoki. Peshvozni olganda ham kamera yo'q. Mashinalar signal cholmaydi. Juda yayrab bemalol bo'lib ketasiz. Xullas, mashinani qizilda turganda kamerada olayotganda peshvozdga ham misol noqonuniy o'tayotgan bo'lsa, olsa mayli, qarshi emasmiz. Lekin peshvod kelib qolsanglar mashinaga ishtirok yozsa bo'lmaydi. Mashina kelganda odam o'tib olsa, odamga ham ishtirok solish kerak. Men oxirida aytib qo'yay. Bu videoda ko'proq qilayotganim sababi aslida qonuniy bo'ladi deb o'ylayman. Faqat shofirga chora ko'rilmaydi. Odamlar ham o'tmaydi, o'zini xavfsizligini o'ylab, ishtirokga tortilmaydi, jarimaga tortilmaydi.